أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hud suresi Mekke'de nazil bolgan 123 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayeti şefqatlik, tolumu mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Bu sure Yunus suresidan keyin nazil bolgan bolup, onunda bayon qilingan ba'zi masalalarni uchuqlaydi. Bu surening asosliq maqsadi payg'ambarlarning inkorchi qavmlarga qarshi elib borgan da'vat usulini bayon qilishdan iboratdir. Alif, Lam, Ra. Bu xildagi harflarning bayoni Baqara surasining 5-ida o'tdi. Bu hikmat bilan ish qilguvchi, hammadan xabardor Alloh tarafidan nazil qilingan, oyatlari har tarafdan puxta bekitilgan, ondan ahkomlari tafsiliy bayon qilingan kitobdir. Bu kitob sizlarning faqat Allohga ibodat qilishinglar uchun nazil qilindi. Ey payg'ambar, aytqinki, ey insonlar, shubhisizki men sizlarga Alloh tarafidan avatilgan ogohlantiruvchi va xush xabar berguvchiman. Sizlar Robbinglardan mag'firat tilanglar, ondan uningga tavba qilinglar. Agar shunday qilsanglar, Alloh sizlarni belgilangan ajlinglar to'shqicha obdan yashitadi. Har bir yaxshi ish qilguvchiga yaxshiligining mukofotini beradi. Agar iymondan yuz o'risanglar, men sizlarning buyuk kunning azobiga qilishinglardan ansirayman. Sizlarning qaytadigan joyinglar Allohning dargohidir. Alloh har narsaga qodirdir. Bilinglarki, ular ko'nglidagini Allohdan yushirmoqchi bo'lib, dilidagi kufrini yushiradi. Bilinglarki, ular kiyimlari bilan chumkinib olgan chog'lardimi, Allah ularning yushirgan va oshkora qilgan narsalarning hammasini bilib turadi. Chunki Allah dillardagini bilguchidir. Yer yuzidagi har bir jonliqqa rizq berishni Allah ustiga olgan. Allah u jonliqning turadigan joyini va o'ladigan yerini biladi. Bularning hammasi ro'shan kitobga, Lavhul Mahfuzga yozilgandir. Allah sizlarning qaysinglarning amali yaxshi ekanligini sinash uchun osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratgan zotdir. Ilgari Allohning arshi suv ustida edi. Ey payg'ambar, qasamki, agar sen kofirlarga sizlar o'lgandan keyin chuqum tirilisizlar desang, ular bu faqat o'p-o'chiq sehrdir deydi. Agar biz ularga tushadigan azobni ma'lum vaqt kechiktirsak, ular uni nima to'sib qolgandi deydi. Bilinglarki, ularga Allohning azobi tushgan kunda u azob ulardan qaytarilmaydi. Ularni o'zlari masxara qilgan azob qo'rishib oladi. Agar biz insonga fazlimizdan bir rahmatni tetitib, ondan shu ne'matni uningdan tortib olsak, u tamoman umidsizlanib tuzkorlik qiladi. Agar biz beshiga kelgan baloyi ofatlardan keyin uningga bir ne'mat tetitsak, u cho'qim "Amdi balolar mendan ko'tarilib ketdi" deb ko'ranglab, mag'rurlanib ketadi. Faqat sabr qilgan va yaxshi ishlarni qilgan kishilar buningdan mustasno. Ana shularga mag'firat va cho'ng mukofot bor. Ey payg'ambar, sen ularning, ya'ni mushriklarning nimishqa uningga biror xazina tushirilmadi yoki uning bilan birga biror farishta kelmadi deydiganligidan ansirab, balkim sana nazil bo'lgan vahiyning bir qismini yetkizgun kelmaydigandu va buni yetkizishdan yuraging siqiladigandu. Sen faqatli bir ogohlantiruvchisan. Alloh hamma narsaga homiydir. Yoki ular Qur'onni Muhammad o'zi o'ydirib chiqqan deyishamdi. Aytqinki, agar sizlar bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan boshqa chaqira oladiganligi kishilaringlarni yordamga chaqirib, uningga o'xshaydigan 10 sura to'qib keltirib beqinglar. Agar ular sizlarga javob bera olmasa, bilinglarki, Qur'on faqat Allohning ilmi bilan nazil bo'lgandir. Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'qdir. Sizlar Allohga amdig'i bo'ysunarsizlar. Kimki dunyo hayotini va uning zinnatini ko'zlaydi ekan, mundaqlarning amallarining ajrini bu dunyoda to'liq beramiz. Dunyoda ularning ajridan hech narsa kamaytilmaydi. Ana shularga oxiratda do'zaxdan boshqa hech qanday narsa yo'qdir.
Ularning dunyoda yaxshilik deb qilganlari yo'qqa chiqariladi. Ularning qilgan amallari bekordir. Robbidan kelgan ro'shan dalilga asoslangan, yana Robbi tarafidan uningga yondashib kelgan bir guvohchi va uningdan ilgari yetakchi va rahmat sifatida Musoga berilgan kitob rostchilligiga guvohlik bergan odam haqiqatdan dalili yo'q odam bilan o'xshashmi? Ana ashundoq kishilar Qur'onga haqiqiy ishonadi. Har qaysi toifalardan kimki Qur'onni inkor qiladi ekan, uningga va'da qilingan joy do'zaxdir. Qur'onga shak keltirmagin. U haqiqatan Robbingdan kelgan haqiqatdir. Lekin insonlarning to'lisi bu haqiqatga ishonmaydi. Allohning nomidan yolg'onni to'qigan kishidan zolim kim bor? Ana shundoqlar qiyomat kuni Robbining huzuriga chiqariladi. Guvohchilar Robbi to'g'riliq yolg'on so'zlaganlar ashulardir deydi. Bilinglarki, Allohning la'nati zolimlarga bo'ladi. Ular kishilarni Allohning yo'lidan to'sadigan, u yo'lning agri bo'lishini tilaydigan, oxiratni inkor qiladiganlardir. Ana shular zaminda Allohning azobidan qochib qutulolmaydi. Ularga Allohdan boshqa madadkorlarmi chiqmaydi. Ularga jahannamda azob qatmo-qat oshiriladi. Chunki ular kufrligi tufaylidan Qur'on oyatlarini anglashga va koinot dalillarini ko'rishga qodir emas edi. Ana shular o'zlariga ziyon solg'uvchilardir. Ularning o'ydirib chiqargan saxta ilohlari ulardan o'zlarini chetga oldi. Shaksizki ular oxiratda eng ko'p ziyon tortquchilardir. Shaksizki iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan va Robbiga chin ko'nglidan ixlos qilganlarga kelsak, ana shular jannat ahlidir. Ular jannatda mangu turg'uvchilardir. Kafirlar bilan mu'minlardan iborat bu ikki firqaning biri ko'r bilan g'asqa, yana biri ko'zi ko'radigan va quliqi anglaydigan odamga o'xshaydi. Bu ikki firqaning ahvoli barobar bo'lamdi. Sizlar ibrat olmamsizlar? Shubhisizki biz Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qilib avatdik. U shaksizki men sizlar uchun o'p-uchuq bir ogohlantiruvchiman. Bir Allohdan boshqasiga ibodat qilmanglar. Men rostilla sizlarning qattiq kunning azobiga qilishinglardan ansiravaman dedi. Uning qavmining kafir katta boshlari ko'ryapmizki, senmi faqat bizga o'xshash bir odamsan. Hamda sana aramizdagi cho'lti fikrlik pas odamlardan boshqasining agashmaganligini ko'ryapmiz. Bizningcha sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliginglar yo'q. Balki biz sizlarni yolg'onchi deb o'ylaymiz dedi. Nuh aytdi: "Ey qavmim, aytinglarchi, men Robbim tarafidan aniq dalilga asoslangan tursam va u menga o'z tarafidan rahmat, payg'ambarlik ato qilgan tursa, bu haqiqat sizlar uchun maxfiy qolgan bo'lsa, sizlar uni yomon ko'rsanglarmi, biz sizlarni uningga zo'rlamdik. Ey qavmim, uningga, ya'ni sizlarga dinni yetkazganligimga sizlardan pul mol talab qilmayman. Mening ajrimni berish faqat Allohga oiddir. Men iymon etgan kishilarni yenimdan qo'g'ilib etmayman. Chunki ular Robbi bilan uchrashadi. Ammo men sizlarni nodon bir qavm deb qarayman. Ey qavmim, agar men ularni qo'g'ilib etsam, Allohning azobidan meni kim qutqiza oladi? O'ylab boqmamsizlar. Men sizlarga menda Allohning xazinalari bor. Men g'ayibni bilaman demayman. Men albatta o'zimni farishtami demayman. Hamda sizlarga ko'zga ilmaydigan kishilar to'g'riliq Alloh ularga hargiz yaxshilik ato qilmaydi demayman. Alloh ularning dillaridagini obdan biladi. Agar men shundoq desam, u chaqda men cho'qim zulm qilguvchilardan bo'lib qolaman. Ular: "Ey Nuh, sen biz bilan jedallashding. Jedallashgandimi ko'p jedallashib ketding. Agar rostchilardan bo'lsang, bizga tahdid selayotgan shu azobni bir keltirib boqqina" dedi. Nuh aytdi: "Agar xolisa uni sizlarga faqat Alloh keltira oladi. U chaqda sizlar uningdan qochib qutula olmaysizlar. Men sizlarga nasihat qilmoqchi bo'lsam, Alloh sizlarni ozdirmoqchi bo'lsa, u chaqda mening qilgan nasihatimning sizlarga foydasi bo'lmaydi. Alloh sizlarning Robbinglardir.
sizlar uning dargohiga qaytirilasizlar. Yoki ular bu dinni Nuh Alloh nomidan to'qib chiqqan deyishamdi. Aytqinki, agar men uni to'qib chiqqan bo'lsam, gunohim o'zimgidir. Men sizlarning gunohinglardan bezorman. Nuhqa mundoq deb vahiy qilindi. Aniqki, sening qavming orasidan ilgari sana iymon etganlardan boshqa iymon etadiganlar chiqmaydi. Shunga sen ularning qilmishlaridan qayg'urmag'in. Sen bizning ko'z oldimizda vahiyimiz bo'yicha kema yasig'in va o'ziga zulm qilganlar to'g'risida menga so'z ochmag'in. Ular cho'qim g'arq qilindi. Nuh kema yasavatdi. Qavmining katta boshlari qachonla uning yenidan o'tsa, uni masxara qilishdi. Nuh aytdi: agar sizlar bizni masxara qilsanglar, shaksizki sizlar bizni masxara qilgandek, bizmi sizlarni masxara qilamiz. Xor qilg'uchi azobning kimning ustiga keladiganligini, doimiy azobning kimga tushadiganligini yaqinda bilib qolasizlar. Nihoyat bizning buyruqimiz yetib kelgan va tonurdan suv etilib chiqishga boshlagan chog'da Nuhqa dedikki, jonliqlarning har turidan erkak kishi bo'lib bir juftni oilangdagi g'arq bo'ladiganligi haqida hukm qilinib bo'lganlardan boshqalarni va iymon etganlarni kemiga elib olg'in dedik. Uning bilan faqat ozg'ina kishi iymon etgan edi. Nuh aytdi: kemiga chiqinglar. Uning mengishi va to'xtishi Allohning ismi bilan bo'ladi. Shubhisizki, mening Robbim nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Kemi ularni elib tog'dek to'lqinlar ichida uzib boradi. Nuh o'zidan yiroqda turgan o'g'lini: "Ey o'g'lim, biz bilan birga kemiga chiqib olg'in. Kofirlar bilan birga bo'lmag'in" deb tovladi. O'g'li: "Meni suvdan saqlab qoladigan bir tog'ning ustiga chiqib olaman" dedi. Nuh: "Bugun Alloh rahim qilgan odamdan boshqa hech kim uning jazolashidan qutulib qololmaydi" dedi. Ularning orasini to'lqin ayirib o'tdi-da, u g'arq bo'lib ketganlardan bo'ldi.